Bugun ko'pchilikning talab va istaklariga binoan taqdir matritsasini mustaqil o'rganuvchilar uchun chiqargan mualliflik kitobimni to'liq obzor qilib beraman, ya'ni tavsiflab beraman va undan qanday foydalanishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Har doimgidek men pulli saytdan foydalanaman, sizlarga esa bepul saytni tavsiya qilaman. Buning uchun Matrica sud beruv saytiga kiramiz va ma'lumotlarni kiritamiz va taqdir matritsamizni hisoblab olamiz. Va matritamizdagi arkanalar, ya'ni energiyalar, raqamlarning, arxetiplarining ma'nolarini esa mening mualliflik kitobimdan qarab birma-bir o'rganib tahlil qilib chiqamiz. Ko'rganingizdek boshida bizda mundaricha ochiladi, mundaricha orqali esa biz kerakli arkanalarni topib, ularning ma'nolarini tahlil qilamiz. Asosiy arkana bo'lgan markaziy arkanadagi hamma raqamlarning ma'nolari rasm ostida yozilgan. Bu yerda vizitkamizning ma'nolarini esa pastdagi jadvaldan topib qarab olamiz. Keyin iste'dodlar kanalini ham xuddi shu tartibda ko'rib olamiz. Keyinchalik material karmamizni ham xuddi shu tartibda ko'rib, ma'nolarini va yechimlarini anglab olamiz. Va eng asosiysi karma dumi, ya'ni karmik xvostni kombinatsiyalari arxetiplar misolida tushuntirilgan va karmamizni qanday tozalash, prorabotkalarni hammasi to'liq yozilgan va bu yerda eng mashhur kombinatsiyalarga ham izoh berib ketilgan. Pul kanali va munosabatlar kanalingizning tahlilida esa pul bilan va juftingiz bilan bo'layotgan muammolarga to'liq yechim yozilgan. Bu yerda esa qalb amri raqamlariga ham pastda izoh berilgan va nasl kuchini hisoblash va uning izohlari ham pastda yozilgan. Va kitobimizning eng asosiy qismi bu shaxsiy tahlillar kiritishni o'rganish qismidir. Ya'ni bu orqali siz missiya kodingizni, ruhiy, ijtimoiy kodlaringizni qanday hisoblashni o'rganasiz va o'zingizni, yaqinlaringizni ham hisoblab berishingiz mumkin. Va nafaqat o'zingiz va yaqinlaringiz, balki o'zgalarnikini ham hisoblash evaziga daromad qilishingiz ham mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda sog'lik kartangiz, ya'ni karta zdarovyani ham hisoblab, uni ham izohlarini o'qishingiz mumkin. Bunda ruhiy va jismoniy holatingiz, uchinchi ko'zingizning ochiq yoki yopiqligi, chakralaringiz qanday ishlayotganligi haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Va ko'pchilikka qiziq bo'lgan yosh arkanalar, ya'ni har bir yoshimiz ro'parasidagi arkananing arxetiplariga qarab bizni nimalar kutayotgani, muammoning yechimlari haqida ham to'liq izohlar yozilgan va har bir raqamga sharh berilgan. Bu orqali siz o'tgan hayotingizda sodir bo'lgan muammolar va nega mening hayotim bunday bo'ldi degan savollaringizning barchasiga javob olishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda keyingi yillarda, ya'ni keyingi yoshlaringizda sodir bo'lish ehtimoli bo'lgan muammolaringizni yechim va istiqbollari haqida ham bilib olishingiz mumkin. Va kitob so'ngida xotima o'rnida so'nggi so'z va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va saytlar hamda manbalar keltirilgan. Kitob narxi va uni qanday sotib olish haqidagi ma'lumotlarni video ostida qoldiraman.